Elon Musk bilan birga ishlaylik. Uchun bu tomondan ancha qulay bo'ladi. Orzudagi odamda. Faol bo'linglar, ko'zga ko'ringlar. Yaxshi, normalniy. Hozir ham maslahatlar olib turamiz. Kimnidir o'sha ekranda ko'rgandan keyin o'sha odam ofisiga kelib ishlash. 6 kishidan 2 kishi qolganmiz. Bu demak bizda tabiiy davom etadigan jarayon. Amin bo'lganimizdan keyin olamiz. Ismim Shahzod. Ismim Elyor. Mening ismim Mergan. Umida. Yaqinda Mohirdev bilan kompetensiya rivojlantirish instituti onlayn o'qish platformasi qildi hamkorlikda. O'sha platformada texnik xodim bo'lib ishlayman. Texnik xodim, hop, o'quvchilarni qo'shish, qanaqadir yana kurs davomida o'quvchilarda o'qish jarayonida muammo bo'lsa, ularni hal qilib berish. Keyin yana muhim narsa kurs kontentlarini platformaga yuklab borish. Mana Elyordagi texnik xodimman. Kompetensiya rivojlantirish instituti uchun tayinlanayotgan o'sha proyektda qatnashyapman. Machine learning muhandisi bo'lib ishlayman. Bu sun'iy intellektlarni datalarni tayyorlab va uni bu datalar asosida sun'iy intellektda o'qitamiz va audio tekstlarni ustida uni model uchun tayyorlab kerakli formatga olib kelaman. Treningni ham o'zimni rolim bor trening jarayonida. Shu yozda biz tekstdan audioga, audiodan tekstga o'giradigan biz model qilganmiz. Ma'lumotlarni ham o'zimiz yig'ganmiz. Shu asosida kerakli natijani oldik. AI engineering bo'yicha amaliyotdaman. Menga hozir task berilgan, tam o'rganish sifatida rezyumelarni AI orqali tekshirish task berilgan menga. Tam AI filtr qiladi, keyin odam tekshirib rezyumelarni qabul qilib oladi. Universitetda o'qigan paytim Anvar aka bir marta universitetimizga speech qilgandilar. O'shanda kurslar haqida umuman shunday eshitganman, eng birinchi bo'lib. Keyin universitet tomonidan ham amaliyotimni Mohirdevga oldim. O'sha Adham Zohirov hozir team leadimiz LinkedInda o'sha vakansiya e'lon qilganlar. Shu asosida intervyudan o'tib bu yerga kirganman. Biz universitetda Toshkent xalqaro universitetini ichida Koykani AI Center filiali ochilgan. Unda o'qib chiqqanman. 6 kishi o'qib chiqqanmiz. 6 kishi Koyka Mohirdev bilan shartnoma qilgan edi. 6 kishini qabul qilgan stajirovkada. Shu bilan kelib qolganmiz. 6 kishidan 2 kishi qolganmiz. Qolganlar tam rejasi o'zgardi. O'zgarib ketdi, biz qoldik. Universitetda ustozimiz taklif qilganlar, o'sha Mohirdev degan platforma bor, o'shandan o'qisanglar, bepul kurslar bor deganlar, o'shanda o'qiganmiz. Keyin shunaqa bo'lib ketdiki, что vaqt o'tib biz Koykada qatnashdik. Koreya tomonidan aniq qilingan, bitirdik va Mohirdevga amaliyotga keldik. Shahzod ancha oldin tugatgan, keyin o'zi tajribasi mendan ancha ko'p bo'lgan. Elyor bilan kam ishlayman, lekin doim muloqotdamiz. Chunki birga kelganmiz bu yerga. Kurs o'qiganda mendan yordam so'rab turadi. Keyin misol uchun kurs tugatgandan keyin yana qo'shimcha nima materiallarni ham so'ragan, tavsiya berganman o'zim o'rganganim. To'g'risi, xuddi ba'zida aytadi-ku, oldin Elon Musk bilan birga ishlaylik. Xuddi o'zi oldida bo'ladi, dunyoning boy odami deb boshqa. Sizda ham xuddi shunaqa boshida qanaqadir hech narsa qilmasang, yoningizda bo'lsang, o'zi bosadi hayajon qanaqadir. Keyin yaxshi, normalniy. Qiziq, juda ham, chunki bir vaqtlar o'zimiz ko'rib o'rgangan odam yonida ishlash bu ancha qiziq. Hozir ham maslahatlar olib turamiz. Bu zo'r nima? Tam tuyg'u ощущение deydi. Oldindan Anvar akani tanib kelardim. Yoshligimdan tam 2022-yilda men kursga borib yurardim, dasturlash. O'sha payt ko'rardim. Tam Anvar aka men uchun pikdagi odam edi-da, tam orzudagi odam edi. Juda ham tez bo'lib ketdi, oldilariga kelib qolish va bu gapirib bo'lmaydigan tam tuyg'u bo'lib qoldi. Ощущениyalar вообще ajoyib. Конечно, kimnidir o'sha ekranda ko'rgandan keyin o'sha odam ofisiga kelib ishlash, o'sha odam bilan ishlash bu juda ham zo'r. Ishlash yaxshi tomoni, kutuvlaringiz amal bo'ladi. Nimani o'rgangan, nimani o'qigan bilasiz. Keyin biz o'quvchilarimizni tanlaganda ham
ularni bilimini tekshirib keyin olamiz. Ya'ni o'sha haqiqatdan kursda o'qigan, haqiqatdan biz o'rgatgan narsalarni bilishini amin bo'lganimizdan keyin olamiz. И tabiiyki ular bilan ishlaganimizda ulardan nima kutishimizni ham bilamiz va ularga qanaqa vazifalar berishni ham bilamiz va ularni qanaqa o'stirishni ham bilamiz. Shuning uchun bu tomondan ancha qulay bo'ladi. Bizda mohirdev.ai degan alohida saytimiz bor. Demak, pastga yozib chiqarasizlar. Kirib, u yerda bizdagi vakansiyalarni ko'rishlari mumkin. Topshirasizlar, biz ko'rib chiqamiz. Endi bu vakansiyalar ko'pincha ishga bo'ladi. Ya'ni agar bitirishga yaqin qolgan bo'lsangiz, mana tavsiyam machine learning, deep learning qismlarini tugatgandan keyin ishga topshirsa bo'ladi bizga. Biz ko'rib chiqamiz. Bu ishga olish jarayoni. Endi amaliyotga keladiganlar ham bor. Bizda mana ofisimizda juda ko'p bolalar amaliyot orqali keladi. Mana yaqindagina qish davomida 6 ta bola amaliyotdan o'tdi, 2 tasini olib qoldik. Yozda ham xuddi shunaqa jarayon bo'lganda 3 kishini olib qolganmiz. Amaliyotga kelish har xil bo'ladi. Tavsiya orqali saytimizda o'sha biz ko'rib turgan, ya'ni kursda o'qiyotgan, guruhda faol bo'lgan bolalarni biz kuzatib boramiz. Ularni orqali e'lonlar berib boramiz o'zimiz, misol uchun amaliyotga odam qidiryapmiz deb yoki ishga topshiradi. Ishga topshirganda ishga bilimi yetmasa ham amaliyotga yetgan bo'lsa biz olib qolamiz. Bu demak bizda tabiiy davom etadigan jarayon, alohida katta yo'nalish. Shuning uchun tavsiya qilaman, faol bo'linglar, ko'zga ko'ringlar. Chunki biz mana shu guruhdagi faolligi bo'yicha turli tadbirlar o'tkazamiz, onlayn uchrashuv o'tkazamiz. Mana shu yerdagi faolligi bo'yicha bolalarni baholaymiz. Ko'pchilikni faolligi past bo'ladi. GitHubda yana faolligi past bo'lgani ko'rinadi. Ya'ni kodlar kam yozgan bo'ladi, pushlari kam bo'ladi. Shu narsalarga ahamiyat beringlar, biz shu narsani tekshiramiz.